Bu yerda hamma zona o'ynashga harakat qilyapti, lekin zona jonni juda ko'p yegani uchun zonadan chiqishga majbur bo'lishyapti. Mana bu yerda Fire va iPhone 12 uchrashdi, lekin o'tib ketishdan edi ESP va OneTap. OneTap esa ESP ni urib yubormoqda. Hozircha eng ko'p kill qilgan odam baribir iPhone 12 bo'lib turibdi. Uje top 6. Kimlar top 5 ga kira oladi? Top 5 ga yuzimiz bor. iPhone 12 OneTapni urib yubormoqda. Va o'zi sekingina zonaga kirib olmoqchi. Aslanboy ham 19 Fire'ni urib yubordi. Lekin ularga hozir zona keladi. Zonaga qanaqa kirib ketishni o'ylash kerak. Boshlash kerak. Push qilmoqda Ikari. Filliga push qilmoqda, lekin ajoyib tartibdan granata Ikarining tagiga tushgani yo'q. Aslanboy ham zonaga yurishni boshladi. iPhone 12 ning orqa taraf bilan o'tdi. iPhone 12 ni olib bormoqchi edi, lekin zonada qolib ketdi. Aslanboy iPhone 12 ni ko'rgani yo'q. Bu yerda juda ham qisqa zona va iPhone 12 Aslanboyni urib yubormoqda. Boya mashina o'tganlarda ko'rmay qolgandilar. Ikari Filli tomga chiqib oldi va iPhone 12 ni bomba bilan poylamoqda. iPhone 12 ni urib yubormoqda Filli. Yaxshi, shagishda o'ynashga va Filli qanday qilib top 1 ni o'ziga ishlab olmoqda. Ajoyib o'yin.